Gazga mana 3 oylikda masalan dekabr, yanvar, fevral oylariga 14 million to'ladim. 14 million to'lagansiz. Aslida aka bu imoratingizni biz uchipleniya qilib beryapmiz. Mana qish oylarida 3 oylikda gazga qancha to'ladingiz? Gazga mana 3 oylikda masalan dekabr, yanvar, fevral oylariga 14 million to'ladim. 14 million to'lagansiz. Necha kvadrat joyingiz? Atapli 300 kvadrat. 300 kvadrat joyga 14 million to'laganlar. Mana inshaalloh bizani sifatli xizmatlarimizdan keyin hozir mana bahor, mana yoz oylarida konditsioner hisobiga ham sizning xonangiz salqin havo bo'ladi. Ya'ni tashqi zavor izolyatsiyasini hisobiga o'sha salqin havo tashqariga chiqib ketmaydi. Demak, bu elektr xarajatlaringiz ham kamayadi. Qish oylarida qancha yoqqaningizda ham bir kelib ketamiz, o'shanda farqini обязательно sezasiz. Xizmatlarimizdan mamnunmisiz? Albatta. Kamchilik bo'ldimi, yo'qmi? Yaxshi bo'ldi. Hozir yana bitta savol qarang. Ko'p uy egalari, endi bizni soha vakillari ko'p gapiramiz bu narsani, gazdan, elektrdan tejislar deb. Lekin mana uy egalari rahmat sizga. Siz ham bir ozgina shu ikkilanayotgan uy egalariga bir qisqacha bir tavsiya bersangiz. Tavsiyam endi o'zim mana o'ylab yurganman shuni. Endi sizga Ha, rosa ko'p telefonlashdik siz bilan. O'zim o'yladim. Qilaymi, qilmaymi ekan deb. Og'ir shu to'xtamga kelib qilar ham bo'ldi. O'sha nimada ikkilandingiz? Nimada ikkilandingiz? Yanam endi shu bunaqasi beradimi effekt? Effektini berish bermasligi bo'yicha. Demak, bu borada yana ham ko'proq biz ishlab boramiz. Mana shu narsalarni effekt berishlarini ko'rsatib o'tamiz. Aslida aka rahmat, salomat bo'ling aka. Rahmat.